Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda biz Blender 4.4 versiyasi bilan boshlab olamiz. Shuningdek, bu dastur yangilangan va shuningdek, bugungi darsimizda asosan biz yangi mavzuga yo'llanamiz. Ya'ni biz Blenderda yangi xususiyat bor. Bu suyaklar bilan, ya'ni har bitta yaratgan obyektingizni yoki yuqorida ko'rgan videomiz bo'yicha obyektlarga suyaklar qo'shishdan iborat bo'ladi. Va shuningdek, biz buni kubni asosan birinchi o'rinda o'chirib tashlaymiz, X tugmasini bosgan holda va unga Shift A tugmasi bilan plan qo'shamiz va Tab tugmasi bilan Edit modga o'tamiz va ya'ni M tugmasini bosgan holda Add Center ni bosamiz va ko'rganingizdek bu planimiz nuqta holatiga kelib qoldi va biz uni uzun holatga keltirishimiz uchun E tugmasini bosgan holda va Z tugmasini bosib, Ctrl tugmasini bosgan holda yuqoriga ko'taramiz va yuqorida ko'rganingizdek, ya'ni 4 metr uzunlikka keltirib oldik va shuningdek va Tab tugmasi bilan biz yana Object modga o'tamiz va modifier sozlamalaridan va unga biz skin modifierni qo'shamiz. Ko'rganingizdek 4 burchak shaklga kelib qoldi va yana Tab tugmasi bilan Edit modga o'tamiz va shuningdek yuqori qismini tanlaymiz, X-ray o'tkazib holda va yuqori tanlaganimizdan so'ng Ctrl A tugmasi bilan radiusni kuchaytiramiz. Ko'rganingizdek yuqori qismi kuchaydi va biz yana bir bor pastki qismini tanlaymiz va Ctrl A tugmasi bilan ya'ni biroz cho'zamiz. Va ko'rganingizdek bu shu holatga keldi. Endi biz planga nom beramiz, ya'ni oyoq degan. Va bunga nom berdik. Endi ya'ni viewport shadingdan endi biz viewport shading boshqa turiga o'tamiz va hammasini tanlab olamiz. O'ng tugmasini bosib subdivide ni bosamiz va o'zini paneliga o'tgan holda va sonini ko'paytiramiz. Ko'rganingizdek ikkita holatga hosil bo'ldi va endi masalan buni tanlab G tugmasini bosganingizda xuddi oyoq sifatida harakatlanishni boshlaydi va biz yana bunga qaytamiz yoki buni tanlaganingizda bu ham xuddi shunaqa holatda hosil bo'ladi. Endi biz hozir create armature, ya'ni oyoqni hosil qilish degan tugmani bosib olamiz, chunki biz hozir edit mode rejimidamiz va Tab tugmasi bilan object modga o'tamiz va bu tugmani bosganimizda o'zi avtomatik jihatdan suyaklar qo'shiladi. Ya'ni bizni uzun holatimiz, ya'ni suyak ko'rinishiga keladi. Buni bu yerda ham ko'rishingiz mumkin mana. Ya'ni 3 ta oyoq, 1, 2, 3, xuddi uchalasi ham 3 ta ko'rinishni ko'rsatyapti. Va shu bilan birga chiqarib tashlaymiz, ya'ni buni ham va buni ham. Bu alohida bo'lgani yaxshiroq. Va shuningdek, shu holatga keltirib oldik. Endi biz buni o'rtasini bossak va yuqorida ko'rganingizdek edit mode, object mode oldin foydalanardik. Endi bizning 3-holatimiz ham paydo bo'ldi. Ya'ni post mode. Bu asosan shu suyaklar bo'yicha shug'ullanadi va ko'rganingizdek mana bosganingizda xohlagan burchakda buni ham harakatlantirishingiz mumkin. Va biz yuqorini tanlagan holda post va invert kinematicdan add IQT bond qo'shamiz va to new object. Va yuqorisiga target qo'shib oldik. Endi biz Tab tugmasi bilan object mod, ya'ni yuqoridan tanlasangiz ham bo'ladi, object modga o'tib olamiz va targetni tanlab siz o'zingiz xohlagan holatda ham harakatlantirishingiz mumkin. Ko'rganingizdek, ya'ni object modda. Va shuningdek men bu yerda sizga bir narsani keltirib o'tishim kerak, ya'ni Y ortografiya o'tkazgan holda va buni hammasini tanlaymiz va shuningdek G tugmasi bilan harakatlantirib ko'rganingizdek bu yerda ya'ni harakatlantirish, cheklanish hosil bo'ladi, harakatlanishi. Va buni tuzatishimiz uchun biz ya'ni burchakni bu asnodagi bo'lishga, ya'ni biz asosiy chegara bu yerda bo'lgan bo'lsa va mana shu burchakni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Buni to'g'rilashimiz uchun biz va buni tanlagan holda R tugmasini bosib va Ctrl tugmasini bosgan holda va yuqorida ko'rganingizdek -45 gradus qilib olamiz. Va endi harakatlantirganimizda mana chegara hosil bo'lmaydi. Faqat mana shu burchakda hosil bo'ladi. Ana endi keyingi bosqichimizda biz bunga tana qo'shib va oyoqlarni animatsiyasini yaratishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz Shift A tugmasi bilan va kubni qo'shamiz va shuningdek yuqoriga biroz ko'tarib olamiz. Va buni tanlagan holda biz ya'ni va targetni ham tanlab olib G X tugmasi bilan biroz orqaga suramiz. Va buni tanlab olib G tugmasi bilan ya'ni holatni o'zgartiramiz. Mana ko'rganingizdek xuddi bu yerda bu oyog'i bo'lsa tanasi ko'rinishiga kelib qoldi. Buni biz nomini o'zgartirsak bo'ladi. Va buni chiqarib olamiz va shuningdek buni nomini o'tiramiz, ya'ni tana. Va bundan tashqari biz Shift A tugmasini bosgan holda va iSphere qo'shamiz va buni qirlar sonini ko'paytiramiz va o'ng tugmani bosgan holda Auto Smooth ni bosamiz. Uni yuqoriga ko'taramiz
va GX tugmasi bilan chiqaramiz. Ya'ni buning asosiy maqsadi tana bilan oyoqni orasidagi, ya'ni qo'shiluvchi joyini yashirish uchun bundan foydalanamiz. Endi shuningdek, bizni keyingi qiladigan ishimiz va buni bosgan holda va object parent object bosasiz yoki Ctrl P tugmasini bosgan holda objektni bosganingizda ham bu holatga keladi. Ya'ni buni ham bosib turib va buni bosib Ctrl P ni bosib qo'yasiz va object va bu asosiy tanani tanlagan holda G ni harakatlantirsangiz xuddi, ya'ni bizni asosiy harakatimiz bo'lgan animatsiyamiz hosil bo'ladi. Yana ko'rganingizdek bular birlashdi va shuningdek va ko'rganingizdek mana buni qo'shganimizda, ya'ni qo'shilgan joy uncha bilinmaydi. Biz yana bitta narsani qo'shishimiz kerak bo'ladi, ya'ni oyoqning harakatlanishi, ya'ni circle sifati, ya'ni aylana sifatida buni aylanishi kerak bo'ladi. Buning uchun Shift A tugmasini bosgan holda curve dan circle bosamiz va buni biz, ya'ni artga o'tkazgan holda RX 90 gradus qilib olamiz va GX tugmasi bilan bu yonga suramiz va shu joyda yana bir narsani qo'shishimiz kerak. Harakatni tanlaymiz va bu yerda follow path ni bosamiz. Bu object target sifatida biz asosan Bezier circle ni tanlaymiz. Ko'rganingizdek hatto juda ham ko'p, ya'ni bu asosan buni yo'nalishda harakatlanish kerak, lekin bu juda ham mana hatto ko'pligidan, ya'ni circle emas boshqa yerda aylanadi. Buni to'g'rilashimiz uchun biz, ya'ni Alt G tugmasini bosgan holda ham to'g'rilab olamiz. Mana ko'rganingizdek o'z yo'nalishi bo'yicha tushib oldi va ko'rganingiz mana harakatlantirganimizda xuddi bu joyni harakatlantirgandek bo'ldi. Endi biz circle ni tanlaymiz va S tugmasi bilan biroz kichraytirib va GX tugmasi bilan yaqinlashtirib olib va ko'rganingizda bu holat hosil bo'ladi. Endi bizni oyog'imiz xuddi bu aylana bo'yicha harakatlanyapti, lekin bir xato bor. Ya'ni xuddi bu yer qismladigan bo'lsa, bu aylanganda yer tagiga kirib ketmagan holda faqat yuzani, ya'ni oyog'i borgan holda va bu joydan qaytishimiz kerak bo'ladi. Buni to'g'rilashimiz uchun biz circle ni tanlab va tab tugmasi bilan edit modga o'tamiz va bu ikkita qismni tanlagan holda va control point ni bosamiz va shuningdek set handle type dan vektor ni bosamiz. Ya'ni buni shakli o'zgaradi va yuqorida ikkita qismni tanlagan holda biz S tugmasi bilan, ya'ni joylashishini biroz o'zgartirib olamiz bu holatga kelib va pastdagi targetni, ya'ni burchakni tanlab ko'rganingizdek bu shaklga keldi. Endi keyin qiladigan amalimiz va tab tugmasi bilan objektni o'tamiz va targetni tanlagan holda amaliyotimizni bajaramiz. Mana ko'rganingizdek xuddi bu bizni yaratgan oyog'imiz shu yerga tekkan holda va yana qaytmoqda. Va ko'rganingizdek jarayon amalga oshdi. Endi bizning keyin qiladigan amalimiz buni bu joyga keltirib olganimizdan so'ng va X artiga o'tkazamiz va biz buni timeline-da, ya'ni harakatini keltirib olishimiz kerak. Masalan, 20 ni tanlagan holda va bu burchakni tanlasangiz, ko'rganingizdek harakatlar kadrini, ya'ni kalitini hosil qiladi. Va biz buni 40 ga tanlaymiz va shuningdek buni o'zgartiramiz. Avvalo bitta aylanib kelgandan so'ng va yana buni qayta bosamiz. Ko'rganingizdek mana tanlaganingizda o'zi bir aylanib keldi. Endi hammasi tanlagan holda Shift A tugmasini bosib extrapolation bosamiz va jarayonimizni qayta ko'rib chiqamiz. Va ko'rganingizdek bu jarayonda to'xtamasdan, ya'ni aylanishni boshlaydi. Va keyingi qadamimizda biz bu tanaga oyoqlarni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz Y ortografiya o'tkazganimizdan so'ng va tanadan tashqari barcha qismlarni belgilab olamiz va Y emas Z ortografiya o'tgandan so'ng Shift tugmasi bilan va buni bosib R tugmasini bosgan holda, ya'ni holatni to'g'rilab olamiz va Shift tugmasini bosib va R tugmasini bosgan holda yana biz to'g'rilab olamiz va yana Shift tugmasini bosgan holda va R tugmasini bosib, Shift tugmasini bosgan holda va R tugmasini bosib jarayonni to'g'rilab olamiz. Va ko'rganingizdek 4 oyoq hosil bo'ldi, lekin bu yerda targetni bosganingizda xatolar juda ham ko'p
va shuni to'g'rilashimiz uchun biz har bitta targetni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni maqsad buni to'g'rilash. Va tanlab oldik va Alt G tugmasini bosgan holda va ko'rganingizdek, ya'ni holat ancha o'zgardi. Va bu tarafdagi ikki yondagi oyoqni ko'rsangiz va ikki tomonga qarab qolgan. Buni to'g'rilashimiz uchun va buni tanlaymiz va R Z tugmasini bosgan holda va buni to'g'rilab olamiz. Va ko'rganingizdek, bu jihatda buni ham to'g'rilab oldik. Endi biz bu IK targetdagi buni ham to'g'rilab olamiz. Ya'ni R Z tugmasini bosib aylantiramiz bu yonga va shuningdek buni hammasi mana ya'ni bir tomonga harakatlanishi kerak. Ya buni ham to'g'rilab olamiz va R Z tugmasi bilan to'g'rilab oldik. Ko'rishingiz mumkin, hammasi bir tomonga harakatlanyapti. Va shuni ham biz aytib o'tishimiz kerak. Va bu bilan, ya'ni bu target bilan bu target harakatini ko'rishingiz mumkin. Hamma yon target bilan orqa oldidagi oyoqlar bir xil harakatlanyapti. Buni to'g'rilashimiz uchun biz bu joyga keltirib va hammasini tanlagan holda G tugmasi bilan, ya'ni o'zgartiramiz. Va shuningdek biz buni harakatini, ya'ni yo'nalishni o'zgartirish uchun biz bitta usuldan foydalanamiz. Va shuningdek biz har bitta bu oyoqlarni tanlagan holda va Ctrl A tugmasini bosib rotation ni bosamiz. Va shuningdek Shift A tugmasi bilan empty sferani tanlaymiz va S tugmasi bilan uni kengaytirib olamiz. Oldingidagini tanlab olganimizdan so'ng unga yangi constraint qo'shamiz. Copy rotation tanlab olamiz va buni bosib turib tanlasak va ko'rganingizdek buni jarayonni o'zgartiradi. Masalan, GZ bilan mana ko'rganingizdek bu joylarni o'zgartirdi. Xuddi shunday boshqalarini tanlab olamiz. Bitta va oxirida buni tanlagan holda objectni bosib va constraint copy constraint to select deb bosamiz. Va play tugmasini bosib Z tugmasini bosgan holda direction, ya'ni yo'nalishni hamma yo'nalish bo'yicha, qism bo'yicha o'zgartirishimiz bo'ladi. Va bundan keyin qiladigan ishimiz bunga xarakteristika qo'shishimiz kerak bo'ladi. Avvalo biz buni ko'pni tanlab olamiz, ya'ni asosiy tana qismini va shuningdek biz ekranimizni ikkiga bo'lamiz, vertical split qilib va biz bu oynani graph editorga o'tkazamiz va end tugmasini o'chirib qo'yamiz. Va shuningdek bu jarayonda, ya'ni bir o'tkazamiz va K tugmasini bosgan holda location and rotation ni bosamiz. Va ko'rganingizdek bu yerda ya'ni jarayondagi o'zgarishlar kelib chiqadi, ya'ni joylashuv bo'yicha o'zgarish va bu harakatlanishdagi burilishlar o'zgarish kelib chiqadi. Va bitta qismini tanlab end tugmasini bosamiz va modifier bo'limiga o'tib bu yerda noise ni bosamiz. Va ko'rganingizdek harakat, ya'ni juda ham xunuk harakat hosil qilmoqda. Buni to'g'rilashimiz uchun biz buni biroz, ya'ni ko'taramiz. Masalan 15 qilsa ketadi. Va buni va multiple voice'ni ham biroz ko'taramiz. Masalan 28. Va ko'rganingizdek harakatimiz biroz o'zgardi. Endi bu holatni biz boshqa, ya'ni o'zgarishlarga ham amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz buni bossak kopiya qiladi va ikkinchisiga o'tamiz va buni tushiradi. Va bosganimizda ko'rsangiz bu harakat xuddi diagonal ko'rinishda harakatlanyapti. Buni to'g'rilashimiz uchun bu fazani biz biroz o'zgartiramiz. Va ko'rganingizdek harakatimizda boshqacha ko'rinish hosil bo'ldi. Va yana buni ham bosib buni ham past, ya'ni tushiramiz. Bundan ham fazani biroz o'zgartiramiz. Ya'ni harakatimizda o'zgarchalik hosil bo'ldi. Va bunga ham tushirib, ya'ni fazamizni butunlay random ko'rinishda o'zgartiramiz. Xuddi bunda ham shunaqa. Bosganimizda va fazani ham ozgina ko'tarib bordik. O'zgartirish kiritamiz va buni ham past qilib, ya'ni ko'rganingizdek ajoyib ko'rinish hosil qildi. Va buni biroz kamaytiramiz. Shunisi yetadi. Harakatimiz o'zgacha holatga kelib qoldi. Va stressni ham biroz kamaytiramiz. Va bu rotationni ham stressni kamaytiramiz va bunda ham shu harakatlanish yetadi bizga. Va ko'rganingizdek tabiiy xarakteristika hosil bo'ldi.
Va ko'rganingizdek biz bunga xarakteristika qo'shganimizdan so'ng endi buni harakatini hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Buni amalga oshirishimiz uchun biz bunga avvalo Shift A tugmasi bilan yangi empty, ya'ni kubni qo'shib olamiz. Buni S tugmasi bilan kengaytirib katta holatga keltiramiz. Va ko'rganingizdek butun tana qismi bo'yicha, ya'ni bu holatga keldi. Ya'ni buni ichkari kiritib oldik. Shuningdek, buni tanlaymiz va bundagi har bitta ya'ni kontrol qiluvchi jihatlarni tanlab olamiz. Va shu tanlaganimizdan so'ng va buni asosiy bosh qismini tanlaymiz va shuning oxirida bu kubni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Va Ctrl P tugmasi bilan obyektni bosib biz ya'ni bitta harakatlanuvchi, ya'ni o'zgaruvchi holatga keltirib olamiz. Mana ko'rganingizdek, ko'chirganimizda faqat bitta holatga keladi. Biz buni hozircha kerak emas. Biz buni G tugmasi bilan, ya'ni X tugmasini bosgan holda bu yonga ko'chiramiz va 20 da belgilamizlik kadr kalitini va K tugmasini bosgan holda location ni bosamiz. Mana timeline'da harakat kadr kaliti ko'rindi va buni biz biroz o'zgartirib va GZ tugmasi bilan bu yonga suramiz va K tugmasini bosgan holda yana location qilib bosamiz. Va ko'rganingizdek harakat hosil bo'ldi va hammasini bosib tanlab olganimizdan so'ng Shift A tugmasi bilan buni ham Linear Exploration deb bosamiz va shuningdek, ya'ni harakatimiz davomli bo'ladi. Lekin biroz tezroq harakatlanyapti. Buni to'g'rilashimiz uchun bu qismni tanlagandan so'ng G tugmasini bosib, ya'ni va qaytadan ko'rganimizda xuddi va yana biroz o'chiramiz. Mana ko'rganingizdek harakatlanish xuddi tabiiy ko'rinishda harakatlanib ketyapti. Mana ko'rganingizdek biz yana joylashuvni qo'shish bo'yicha ham ko'rib o'tdik. Endi yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Mana e'tibor bersangiz harakatlanishda, ya'ni Spider-Man harakatlanganda yuqoriga pastga irg'ish, ya'ni nima deydi? Ko'tarish va pastga tushish holatlari hosil bo'lishi kerak. Bu tabiiy jarayon, ya'ni inson harakatlanganda ham xuddi shu jarayon amalga oshadi. Buni qo'shishimiz uchun yana ekranimizni ikkiga bo'lamiz va bu yerda Graph Editorga o'tamiz va Location tanlagan holda biroz surib olamiz va Modifierdan va Add Modifier qilib Built-in function ni qo'shamiz. Ko'rganingizdek harakatda bir xunuk holatga kelib qoladi, lekin buni to'g'rilashimiz kerak va Adaptive ni bosganingizda o'zi avtomatik jihatdan moslashadi va bunda juda ham kuchli silkinish hosil bo'lyapti. Ko'rganingizdek, buni biz kamaytirishimiz kerak. Buning uchun buni biroz tushiramiz, ya'ni 0.5 qilib belgilaymiz va faza multiple ni ham 0.5 qilib belgilaymiz va ko'rganingizdek endi organik jarayonga o'xshab qoldi. Mana harakatlanishi xuddi jonli harakatlanishda harakatlanyapti.